Sevinch Haydarova, Andijon shahridagi 50-maktab o'quvchisi. 16 yoshli bu qizaloq IELTS imtihoniga ilk bora qatnashishiga qaramay 8,5 ballni qo'lga kiritgan. Har qanday iste'dod intizom bilan sayqallanib bormasa, u yo'qqa chiqadi. Shuning uchun doimo intizom bilan harakat qilib, doimo rivojlanishga qarab borish eng muhimi deb hisoblayman. Ha, bo'lgan. Unaqa paytlar juda ham ko'p bo'lgan. Charchoq tufayli yoki ishonchim kamayib tushib ketgan paytda juda ham ko'p nima qilaman, IELTS o'qib nima qilaman, nima uchun harakat qilyapman o'zi degan savollar tug'ilgan. O'sha paytda do'stlarim menga dalda bo'lgan, ularga tayanib harakatda davom etganman hamda bir payt esimda ozgina qolganida shu o'qimay qo'yarsammikan degan savolni o'qituvchimga bersam, sinf rahbarim hamda ingliz tili o'qituvchim Nargiza Kazimova menga ishonch bildirib, juda ham katta ishonch bildirib, SEFIRni topshirishni maslahat bergan, ya'ni milliy sertifikat ingliz tilidan. Hech qanday tayyorgarliksiz registratsiya qilganman. Testga kirgandan keyin o'zimga ishonch bilan shunchaki yechib chiqdim. Javobni olgandan keyin C1 ya'ni 70 ball bilan qo'lga kiritganimdan keyin men qila olaman ekan. Undan ham ya'ni jiddiy harakat qilsam, yana ko'proq marralarga erisha olaman deb menga motivatsiya paydo bo'lgan. Boshida boshlaganimdan beri Shermuhammad o'qituvchimni, IELTS o'qituvchimni bitta gapi bor edi. Hard work always pays off dedi. Ya'ni qattiq harakat doimo o'z samarasini beradi deb kelgan. Buni men o'zimda ko'rishni, ya'ni o'zim buni hammaga isbotlab berishni xohlardim. Ya'ni iste'dod bo'lsa ham doimo qattiq harakat qilish kerakligini isbot sifatida o'z tengdoshlarimga ko'rsatdim deb o'ylayman. Shu ko'pchilik o'qituvchilar, kattalar, ota-onalar hamma balo shu telefon seni buzyapti degan gaplariga hozirgi yoshlar parvo qilmay qo'ydi. Lekin o'ylashimcha, ularga tengdoshlarim barchasiga aytgan bo'lardim. Hamma balo rostdan ham telefonda. Shu telefonga ketkazayotgan atigi 2 soat vaqtini boshqa mashg'ulotlarga, o'zi qiziqqan narsalarga sarflab, time management, ya'ni vaqtni to'g'ri taqsimlashni o'rganib olsa, shu ko'ngilochar narsalarga ketayotgan vaqtdan ko'ra shaxsiy rivojlanish uchun o'sha vaqtni sarflasa, tengdoshlarim uchun bu hozirgi paytda shart deb hisoblayman. Men shaxsan ota-onam hamda akamdan oldim. Akam doimo harakat qilib, tirishqoqlik bilan o'zi juda ham katta maqsadlarini erishdi. O'shandan menga motivatsiya bo'ldi, turtki bo'ldi hamda oilam, ulardan tashqari o'rtoqlarim, ya'ni o'qituvchilarim, birinchi o'rinda singlimni ham aytib o'tib ketmoqchiman. Doim telefon o'ynab yoki boshqa behuda narsalarga sarflayotgan vaqtimni ko'rib qolsa, "Opa, dars qilmoqchi edingiz, opa, dars qilishingiz kerak" deb eslatib turgan. Bu menga doim ya'ni oldinga harakat qilishimni eslatib turgan. Hozirgi barcha qilayotgan, erishayotgan muvaffaqiyatlarim hammasi kelajakda menga yana ham ko'proq eshiklar ochilishiga poydevor deb hisoblayman. Chunki to'g'ri, til o'rganib bilan cheklanib qolish kerak emas. 3 ta tilni bilsam ham, ya'ni liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish kerak. Undan tashqari boshqa til o'rganishga doimo imkoniyat bor, ya'ni 3 ta, 4 ta bilan cheklanib qolmaslik kerak. Keyin kelajakda raqobatbardosh kadr bo'lib yetishib chiqishga ko'proq harakat qilish kerak deb o'ylayman. Yoshligimdan o'ylardim, o'rtancha farzandman, menga e'tibor kamroq bo'ladi, unaqa bunaqa deb o'zimni, ya'ni uyatchang deb hisoblardim. Keyin bilsam, boshqalardan ajralib turadigan tomonlarim ko'proq ekan. Tengdoshlarimning ichida 10 ta, 30 ta, 100 ta o'quvchilarning ichida kerak bo'lsa ajralib chiqadigan qobiliyatlarim borligini sezgandan so'ng men ular ustida yana ham ko'proq ishlashni boshladim. O'ylaymanki, kelajakda nafaqat o'z tengdoshlarim, balki butun karyeram ichida o'sha soha vakillari orasida eng ajralib turuvchi lider bo'lib yetishib chiqaman deb o'ylayman.
8,5 bu meni hayot kitobimdagi endi muqovasi deb hisoblayman. Ya'ni mundarijada bob, bo'lim, sahifalar ketadi. Endi ko'p eshiklar ochilishi uchun kaliti deb hisoblayman. Kelajakda hozirda 4 ta tilda mustaqil muloqot qila olaman. Hamda hozir hisoblash shaxsan o'zim har bir yoshlar o'zini ijtimoiy mas'uliyatini his qilish kerak deb bilaman. Chunki davlatdan faqatgina olish kerak emas, unga berish ham, ya'ni o'z hissasini qo'shish kerak gullab yashashiga. Undan tashqari o'zimni rejam shu Xitoyda o'qib, Xitoy tilini ham o'rganib, 5-tilni qo'shib, undan-da ko'proq tillarni o'rganib, O'zbekistonimizning xalqaro hamjamiyatdagi o'rnini mustahkamlashda diplomat sifatida hissamni qo'shib, yana ham katta marralarga erishishni xohlayman. This 8.5 score isn't just a number for me. It represents the trust of everyone who believed in me. And I won't stop here, because every step I take pushes me forward to do better for my country and for everyone who supported me.